qop-qora kafelni yoqtiradigan, lekin kirganda qanaqadir yuragi siqilib qoladigan akalarimiz, opa-singillarimiz diqqatiga. Uyingizni podключ remont qildirmoqchisiz, qora rangdagi kafelarni bogat ko'rinishini yoqtirasiz, lekin kirgandan keyin to'g'ri ko'rinmasligini xohlaysiz. Buni bitta zo'r yechimni o'rgataman. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Birinchi navbatda oynani vertikalni emas, gorizontalni holatda, maksimalni tiralgan holatda olishingizni tavsiya beraman. Chunki bu sanuzni 2 barobar kattaroq ko'rsatishni effektini beradi. Ikkinchi, yorug'lik tizimidan maksimal ko'proq foydalaninglar. Chunki yorug'lik qancha ko'p bo'lsa agar kafelni to'mliligi shuncha yo'qoladi. Uchinchi navbatda qora kafel ishlatgandan keyin albatta furnituralarni gold va hamda qolgan stolechniца rakvinalarni oq rangdan ishlatishingizni tavsiya beraman. Chunki kirgandan keyin alohida ajralib turadi, yanada kattaroq ko'rishni ko'rsatib beradi sizlarga. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa agar obuna bo'lib qo'yib, like bosish esdan chiqmasin.